vaziyatlarga yuqori nazarda qarash qanday bo'ladi? Yuqori nazarda qarash qanday bo'ladi? Mana shu joyini yozib olsangiz ham bo'ladi bitta qog'oz ruchkaga. Meni dunyoyimda. Nima uchun bu meni dunyoyimda sodir bo'lyapti deb savol bering. Masalan, o'zi yaxshi vaziyatda savol ham bermaysiz, sizga psixolog ham kerak bo'lmaydi, uchib yurasiz, hamma yoqda o'z qilib qo'yganingiz voy, shunaqa zo'rmanda, aqlmanda, udda bironmanda deb yurasiz. Qachon bunaqangi savol tug'iladi insonda? Yaxshimas vaziyatlar, yaxshimas insonlar, chuqur og'riqli vaziyatlar ko'tarilganda savol tug'iladi va kimdandir yordam olgisi keladi. Ana shu vaziyatda birinchi o'zingizga yordam berayotganingiz mana shu. Shuni his qiling. Bu olam, bu dunyo sizniki. Sizni olamingizda nima uchun yaxshimas inson, yaxshimas vaziyat paydo bo'ldi? Siz bu yerda olishingiz kerak bo'lgan dars bo'lgan, saboq bo'lgan, nimadir anglashingiz kerakda. Endi siz anglolmayapsiz. Mayli, men nima uchun menga shu vaziyat berganini hozir anglolmayapman deb tan olib qo'ying. Yozib qo'ying. Qog'oz ruchka olasizda, tan olaman, hozir berilgan vaziyatni anglolmayapman. Lekin anglashimga ham, anglamashimga ham ruxsat beraman deb yozib qo'yganingizda hal bo'ladi vaziyatingiz. Hamisha juda ham siz uchun muhim bo'lsa hamda, masalan, siz deylik abituriyentsiz-u, o'qishga topshiryapsiz-u, o'qishga kirish juda ham muhim. Zapisdan eshitib olasizlar qizlar endi. O'qishga kirish juda ham muhim. Yopishmang. Mana shunaqa vaziyatlar muhim, bo'lish kerak. Yo'q. Qabul qiling bu vaziyatni. Bo'lishiga ham, bo'lmasligiga ham rozi bo'ling. Daftar ruchka olasiz. Meni olamda shunday vaziyatlar bo'lyapti. Masalan, men uchun o'qishga kirish juda ham muhim. O'qishga kirish masalasida imtihondan o'tish juda ham muhim. Lekin men o'zimga o'qishga o'tishga ham, o'tmaslikka ham ruxsat beraman va qabul qiling. Yopishmang. Yo'q, faqat o'tishim kerak deb mahkam ushlaganingizda qaysarlik qilayotgan bo'lasiz. Mahkam ushlaganingizda muhimlik darajasini oshirib orayotgan bo'lasiz. Sizning taqdiringizga yoziqlaridan ham muhim taqdiringizga yozilishlari bo'ladi-ku o'z hayotingizda. Aslida taqdiringizga yozilganlarni chiroyli yashab o'tishingiz kerak. Uni o'zgartirish emas, siz tanlovlaringizni o'zgartirish orqali taqdiringizni yengilroq, osonroq, chiroyliroq yashab o'tishingiz kerak, to'g'rimi? Siz nimadir muhimligini oshirib olganingizda taqdiringizni juda ham qattiq o'zgartirmoqchi bo'lgan bo'lasizda. Lekin o'zgarmaydi u. Qachon o'zgaradi? Siz rozi bo'lganingizda, bo'lmasligiga ham rozi bo'lganingizda. Bu masala turmush o'rtog'i xiyonat qilgan ayollarda ham bor. Turmush o'rtog'i xiyonat qilishiga ham, qilmasligiga ham rozi bo'lish kerak. Shunchaki emas, yurakdan rozi bo'lish kerak. U ham inson. Bu sizning shaxsiy mulkingiz emas. Masalan, yuqori o'yinda qarasangiz, yuqori nazar bilan qarasangiz, turmush o'rtog'i sizning shaxsiy mulkingiz emas. Sizda nimadir noto'g'ri ketyapti yo unda nimadir noto'g'ri ketyapti. U hozircha boshqa ayollarni xohlayapti. Aynan sizni emas. Balki uni xarakterida bordir xilma-xillikni yoqtirish. U majbur emas, birovlar siz bilan nima deydi? Mahkam bo'ynidan boylagan itday o'zini majburlab yashash. Yashashga. U xiyonat qiladi, siz nimadir anglaysiz. Bu yerda sizni aybingiz yo'q, lekin shu yerda siz anglolmagan nimadir yoki o'solmagan nimadir vaziyatingizga yordam beraveradi. Aksariyat hollarda xiyonatni o'zbek kelinchaklari bilan, o'zbek ayollari bilan ishlayman-ku. Xiyonat mavzusida aksariyat hollarda o'zbek ayollari o'ta tortinchoqligi uchun,
fikrini o'tkazolmasligi uchun, masalan, oilada borligini kelin sifatida odam o'rnida ko'rilmasa, er judayam nima deydi, qattiqqo'l bo'lsa, qaynona qattiqqo'l bo'lsa-da, o'sha oilada kelin judayam ko'p zulm ko'radigan, ya'ni og'zidan osha bir og'iz ham gap gapira olmaydigan kelinlar xiyonatga uchraydi. Nimaga? Chunki ular boshqachasiga jahlini eriga ko'rsata olmaydi, boshqachasiga erini o'tqazib qo'ya olmaydi, boshqachasiga qaynonasini o'tqazib qo'ya olmaydi. Er xiyonat qilgandan keyin qaynonaga boshlaydi. Men shuncha yaxshi bo'lsam ham nima ko'rdim? Erim shu xiyonat qildi. Men loyiq emas edim. Men yaxshi kelin edim. Hamma aytganini qilgan edim. Sizni ham aytganingizni qilgan edim. Lekin men xiyonatga uchradim deb qaynonaga arz bo'ladi. Chunki qaynonaga ayta olmagan ko'p gaplarni aytib oladi jahlda. Erni ham xuddi shunaqa purkashni boshlaydi. Chunki ungacha er xiyonat qilmagunigacha eriga qattiq gapirishdan qo'rqqan. O'ziga ruxsat bera olmagan. Eriga ochiq oydin gaplashib olishgan. Bu xiyonat, juda katta aybi bor. U boshini egib turadi bunaqa paytda. Bunaqa paytda portlab olish kerak ayol. Va shu orqali o'zini borligini ko'rsatib qo'yadi. Xohlaydimi yo'qmi, o'zbek kelinlari, o'zbek ayollari o'ziga ruxsatni mana shunday og'ir formatda berishadi. Og'riqlar bilan o'ziga ruxsat berishadi. Chunki oson yengil ruxsat berishni bilishmaydi. Aybi yo'q bunga ruxsat bera olmayotganida. Shunchaki ular o'zlariga oson yengil ruxsat berish nimaligini bilishmaydi. Shunchaki o'sha banan voqeasi, kecha sizga aytib berganim, banan voqeasida katta bo'lishgan mumkin emas. Erga gap qaytarish mumkin emas. Qaynonaga gap qaytarish mumkin emas. Ota-onaga fikrini bildirish mumkin emas. O'zidan kattalar noto'g'ri gapirayotgan bo'lsa ham fikrini bildirish mumkin emas. Odobsizlik, yana bir narsa chegaralar bor. Ajrim mumkin emas. Uyat, sharmandalik. Mana shu mumkin emaslarning ta'sirida ulg'aygan har bir o'zbek ayoli o'ziga ruxsat berishni bilmaydi boshqachasiga. Og'riqlar bilan, alamlar bilan ruxsat beradi. Juda ko'p mijozlarimda er xiyonat qilgandan keyin idishlar sindirgan, bir narsalar yirtgan, o'zini pichoqlar bilan tilib qiynagan, eriga do'q po'pisa qilgan, mana shunaqa vaziyatlar kuzatilgan. Demak, tagida shu xiyonatsiz ham o'zini agressiyalarini yoki o'zini noroziliklarini ko'rsata olmaganligi uchun ong osti uni olamida boshqachasiga erkinlikka chiqish, boshqachasiga o'ziga ruxsat berishni bilmaganligi uchun u ong ostida uning olamida xiyonat paydo bo'ladi. Demak, hamma kelayotgan vaziyatlar tagida anglash bor ekanda. Agar siz tezda anglash holatiga kelib rivojingiz yaxshilangan sari vaziyatlaringiz yengillashadi. Avval endi hech narsaga ruxsat yo'q edi. Endi ruxsat bo'lsa ham qilolmayman, maymunga o'xshab. Yo'q, o'zingiz unaqangi xafa qilmang jonim. Qila olmaydiganingizni sababi bor-da. Men sekin mana darslarimiz davomida men vazifa beraman. Shu Gulol opa vazifa berdi, ruxsat berdi, dostub berdi. Gulol opa dosti boshdilar deb qilasiz endi. Ko'p narsani qilamiz birgalikda amalda qilamiz, hayotimizda qilamiz. Ichki o'zimizdagi ayollikni ochamiz. Qaranglarda, Xudo xohlasa bu kursda voy ayollik mana bunaqa, yotoqda o'zingizni mana bunaqa tutasiz degan narsalar o'rgatilmaydi.
erni oldida o'zingizni mana bundoq qilasiz degan narsalar o'rgatilmaydi. Siz o'zingizni o'zingiz ayol sifatida tan olishni o'rgatamiz. Siz o'zingizni o'zingiz ayol sifatida qabul qilishni o'rgatamiz. Siz o'zingizni o'zingiz muhimligingizni o'rganasiz. Ana shunda sizni boshqalar tan olishadi. Ustoz shularni qanday chiqarib unutib boramiz. Jonim, bugun tana bilan ishlashda oxirgi kuni. Ertadan boshlab ruhiyat bilan ishlashni o'rganishni boshlaymiz. Chiqaramiz. Ruhiyat bilan ishlaymiz. 3 kun ruhiyat bilan ishlash degan mana eslaringda bo'lsa, ruhiyatni tozalash. Hozir tanani tozalash jarayonida hozir ruhiyatni tozalashni qo'shib bersam, nagruzka bo'ladi sizlarga. Ertadan boshlab olasizlar. Erta kechgacha ham tanalaring yengil ozuqalar bilan tozalansin. Faqat hamma narsa yurasizlar ertadan keyindan boshlab. Ertaga kechgacha bo'lsa 3 kun o'tadi. Sizlar hamma narsani yurasizlar. Faqat non bilan shakar yemay tursalar ham bo'ldi. Tez yurish videolar tushmayapti qizlarjonlar. Mana men tez yurishga chiqdim degan videolarni ko'rmadim, dumaloq videochalarni guruhda. Videolarga tashlaylar. Lekin yogalar bajarayotganlaringga juda ham xursand bo'ldim. Bajaringlar. Juda ham ochilasizlar. Bajaroringlarda boshida sezmasliklaring mumkin. Tinimsiz bajarish natijasida pulga ochilasizlar. Juda ham o'zidan o'zi har joydan pul kelishni boshlaydi sizlarga. Nimaga? Chunki tana to'sib turgan bo'ladi-da pul yo'llarini. Tez yurish qaysi vaqtda qancha kilometr yuramiz? Mana hozir sizlarga tushuntiraman. Men anaqangi Play Marketdan 10,000 qadam deb poysa berganimda shunaqa qadamlarni o'lchaydigan anaqangi programmalar bor. Xohlagan sizga bunday sharhlarni o'qiyman. Yaxshi ekan degan o'zbek tilida sharhlari borni tortib olaman. Tortib olganman. Qanaqasi tortib olganman? Yaxshi 6,000 qadamligini tortib olibman, lekin yaxshi ishlaydi. Uni qo'lingizga ushlab chiqib ketasiz. Masalan 6,000 qadamingiz hech qancha emasda, 1-2 kilometr, 3 kilometrda ertalab bir yurib qo'ysangiz, xohlasangiz 2 ga bo'lib kechqurun yuring. Xohlasangiz shu ertalab yurganingiz ham yetadi. Lekin tez avtobusga shoshilganda yurishingiz kerak. Boshida mana shu 5,000, 6,000 qadam ham yetadi. Lekin vaqtingizga qarab ko'paytirib borishingiz kerak tez yurishda. Bir kunda shu 10,000 qadam 7 kilometrda siz 10 kilometr yursangiz, asli 14,000 qadamingiz 10 kilometr bo'ladi. 10 kilometr har kuni yursangiz tezlashadi. Programmalaringiz tez to'kiladi. Hayotingizda yangilanishlar tezlashadi. Yaxshi tarafga o'zgarishlar, sehrgarlikka o'tishlar tezlashadi. U ixtiyoringiz, lekin charchaysiz ham. Shunisi ham bor. Ishingiz ko'p bo'lsa charchaysiz ham. Siz yarmini, 7,000 qadamini bajarsangiz ham bo'ladi. Uni vaqt ajratmanglar. Lekin hozir bitta sirni ochaman sizlarga. Bitta sirni ochaman. Bitta ustozim, rosa ham pulga ochilgan ustozim, o'zi ustozlarning ichida pul bo'yicha masterda ular. Faqat pulga ochishadi. Boshqa muammolar uncha hal qilishmaydi. Faqat pul bo'yicha naqalaringizni ochib berishadi, bloklaringizni yechib berishadi-da. O'sha ustozim aytgan, yaxshi jamiyatda rivojlanmoqchi bo'lsang, yaxshi serob pullar kerak bo'lsa gullar ertalab, hattoki bomdoddan oldin yurishga odatlangan degan. Bomdoddan oldin yurishga qo'rqaman ko'chada yurgani. Lekin bomdoddan keyin yuraman. Bomdoddan keyin yursam bo'ladimi desam, sehrli tong degan magiya, tongning magiyasi bomdoddan oldin bo'ladi aslida. Bomdoddan keyin yursang ham bo'ladi degan. Bomdoddan keyin yurishga odatlanganman. Yurganda ham shunaqa niyatlarni qilib yurgan, shunaqa yaxshi narsalarni o'ylab yurgan, amalga oshadi, tezlashib ketadi degan. Pul bo'yicha master ustozim shunaqa degan. Lekin boshqa masterlarim xohlagan paytingiz yurasiz degan. Menda ko'proq bomdoddan keyin vaqt bo'ladi, shunda yurib qo'yaman.
agar uxlab qolmasam, bo'lmasam uxlab turganimdan keyin albatta yuraman. Kechki ovqatdan keyin yurgani chiqaman. Uydagi yugurish trenajyoridan foydalansak bo'ladimi? Qarang, eshik derazalar ochgan holatda 15 minut yurib, 5 minut dam olib, toza havodan nafas olib, yana 15 minut yuriladi. Trenajyorda yurishni unaqasi. Chunki havo yaxshi yetishmaydi-ku uyda bo'lganligi uchun tez yurganda. Shunaqa bajariladi. Bo'ldi, shu 3 kun davomida tana bo'yicha ma'lumotlarni gapirib o'tyapman. Keyin o'zi mavzularimiz munosabatlarga, boshqaga o'tib ketadi. Nega tanaga yopishganimiz sababi tanada aniq bilaman, tez yurgan chiqqan odamda eski mana ayollarda, ayollik organida g'azab gormoni yig'ilishni boshlaydi-da. Shunaqa gormon yig'iladi-da. Ayollar ko'p narsani ichiga yutadi-ku, g'azab yig'ilishni boshlaydi-da. Tez yuradigan ayollarda, tez yurgan chiqqan ayollarda mana shu gormon erib ketadi. G'azab gormoni. Xushchaqchaq bo'lib borasiz, asabiylashmay qo'yasiz, stressga yo'liqmaysiz. Eng birinchi yordam bu stressdan saqlaydi sizni. Boshqa foydalari ham juda ko'p. O'zim sinaganman. Yana aytaman, avvalgi klublarimda aytgan sirni ham aytaman. Hamma prezidentlar, hamma naqangi yuqori mansablarga erishganlar, hamma omadga erishganlarni hayoti tekshirib ko'rilganda, ular albatta yoshligida sport bilan shug'ullanishgan. Hech bir mashhur yoki hech bir prezident yoshligida sport bilan shug'ullanmay qolmagan ekan. Ya'ni ular tanasidagi bloklarni sport bilan shug'ullangan paytda yechib tashlashgan. Endi bu bilan hamma sportchilar zo'r mashhur bo'lib ketadi, mashhur odamlar bo'lib ketadi dema, tanasidagi bloklarni yechib tashlashgan va ularda ruhiyatda ham to'siqlar bo'lmagan. Ikkala taraf ham chiroyli ishlanganda, faqat ruhiyat bilan ishlab, tana bilan ishlanmagan insonlar ham unaqa natijalarga erisha olmagan. Ruhiyati zo'r insonlar, yoshligida sport qaysi turi bilan shug'ullangan insonlar yuqori lavozimlarga, yuqori darajalarga chiqqan. Ya'ni ichimizda jamiyatda rivojlanishni xohlovchilar bo'lsa, albatta sport bilan shug'ullanish kerak. Ana nega yoga bilan shug'ullanyapman desam, jamiyatda rivoj uchun emas, aslida shaxsiy rivoj uchun yogaga o'tdim. Yoga ham sport. Ayol kishi uchun fitnes erkaklikni oshirib yuborishi mumkin, yoga ayollikni oshiradi. Ayol kishi uchun elastiklikni ta'minlaydi. Shuning uchun fitnes ham bor ekan, o'zim yogani tanladim. Ustoz, to'g'risi men doim tez yurganimda suralar aytib yuraman. Juda chiroyli. Amalga oshgan ko'p narsalar tezlikda. Endi tushundim. Siz tushunmasdan qilgansiz, endi tushundingiz, tez yurishni foydasini. Surani o'tirib olib o'qisangiz ham bo'lardi, lekin bu yurganda o'qib aytilganlaringiz, yurganda qilingan, tez yurganda qilingan duolaringiz zo'r. O'zingizga alohida shaxsiy rivoj guruhim deb anaqa guruh yozib oling-da. Tez yurib ketayotganingizda zo'r ideyalar kelsa, o'sha ideyalarni ovoz shaklida yozib qoldiravering. Uni birov ko'rmaydi-ku, o'zingizda bo'ladi. Keyin uyga kelganingizda uyga borganda yozib qo'yarman demang, tez yurgan chiqqaningizda keyin ideyalarni. Keyin esingizga ham kelmaydi. Esingizdan chiqib ketadi. Lekin kelgan paytda yozib qo'ysangiz, endi qanaqadir kurslar boshlamoqchi bo'lsam, qanaqadir loyihalar boshlamoqchi bo'lsam, tez yurgan paytimda keladi-da. Loyihalarda nimalarni bermoqchi bo'lsam, ana shularni iloji boricha eslab qolishga, yozib qolishga harakat qilaman. Ularni amalga oshirsam zo'r natija beradi. Ya'ni tez yurish paytida eng zo'r ideyalar keladi. Eng zo'r g'oyalar keladi. U g'oyalar bekorga kelmaydi. U g'oyalar sizni rivojlantirish uchun keladi. Bitta narsa, yana bitta narsani aytib o'tay, ma'lumot olish haqida. Faqat psixologlar, faqat qandaydir o'zini ongi bilan yoki
o'zini ustida ishlovchilargina ilohiy oqimdan ma'lumotlar olib, kosmosdan qanaqadir nima deydi, xabarlar olmaydi. Har bitta insonga masalan kosmosdan ideya, ixtirochilik haqidagi g'oyalar har baravar shu energiya kosmosdan yer planetasiga tushiriladi. Har bitta insonda bu oldin fikr holatida paydo bo'ladi. Mana bu ishni qilsamchi degan fikr holatida paydo bo'ladi. Faqatgina uni milliontadan bitta insongina amalga oshiradi. Ushlab shu kelgan fikrni amalga oshiradi. Shu kelgan g'oyani amalga oshiradi. Chunki u ushlab qoladi. Ya'ni shuni qilib ko'ray deydi. Juda ko'pchilikda shu kelgan fikr esdan chiqib ketadi, shunchaki esdan chiqib ketadi yoki qilib ko'rishga qandaydir duhi yetmaydi. Shuni qilib ko'ray, shu fikr bekordan bekorga kelmadi deb qilib ko'rganlar omadga erishadi. Bilasizmi, o'zingizning hayotingizda ham esingizda bo'lsa, nimadir fikr kelganda, masalan, qanaqadir pishiriq qilmoqchi bo'lgansiz yoki tikuvchilik qilmoqchi bo'lgansizda, nimadir qilmoqchi bo'lgansizda, lekin amalga oshirmagansizda, yoki kimdir amalga oshirganini ko'rib, yutuqlarga erishganini ko'rib, voy, menda ham shunaqa holat bo'lgan edi, shu fikr menda ham bor edi degan holatlaringiz bo'lganmi? Mana ha degan javobingiz bo'lyaptimi? Demak, meni gapim to'g'ri. O'sha ixtirochilik haqida, qanaqadir bizneslar boshlash haqida, qanaqadir ideyalar, eng zo'r g'oyalar yer planetasiga hamma uchun tushiriladi. Hammaga fikr holida bo'lsa ham eslatib o'tiladi. Eslatishadi farishtalari, yordamchi farishtalari. Esla, mana shuni qilsang bo'ladi deb taklif kiritishadi. Faqat uni ushlab qola olganlargina, uni amalga oshira olganlargina, unga duh qila olganlargina g'alabaga erishadi. Mana shu joyini alohida yozib oling. Esingizdan chiqib ketadi. Qayta eshitayotganingizda zapisni shu joyini to'xtatib qo'yingda, yozib oling va o'zingizga yozib oling. Bugundan boshlab menga kelayotgan rivojlantiruvchi fikrlarga e'tiborli bo'laman deb ham yozib qo'ying va amalga oshirishga harakat qilib ko'ring. Kimdir amalga oshirib natija ko'rsatgandan keyin voy menda ham bor edi demasdan. Demak, hamma teng ekanmi? Hamma yer planetasidagi har bir inson teng ekan. Faqat uni amalga oshira olganlargina yutuqqa erishar ekan. Bu imkoniyat demak sizda ham bor ekan.